Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 19 may 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 32 so'm 97 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2019 so'm 27 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1 million 201 ming 927 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,9% ga tushdi. Yevro 46 so'm 75 tiyinga oshdi. 1 yevro 13.984 so'm 42 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1 million 398 ming 442 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2,2% ga tushdi. Rossiya rubli 2 so'm 4 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 165.650 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4,2% ga oshdi. Koreya voni 3 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 2 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8020 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 2,2% ga tushdi. Qozog'iston tengesi 18 tiyinga oshdi. 1 Qozog'iston tengesi 25 so'm 68 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qozog'iston tengesi 25680 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qozog'iston tengesi 0,7% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 70 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 72 Rossiya rubli 56 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7255 Rossiya rubli 82 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4,9% ga tushdi.